Ular qalqonsimon bez kasalliklari bilan bizga murojaat qilishgan. Men bir necha yildan beri shu qo'rqoq kasalligi, zo'r kasalligi bilan kasallanib og'riyman. O'rda davoladim, ular oxir operatsiya deyishdi. Hujayra bo'yicha davolaymiz deganlaring uchun keldim. Men uyda uxlay olmasdan azob ko'p chekar edim. Birinchi kursni o'zidayoq juda ham yaxshi natijaga erishganlar. Shuning uchun o'zlarini opalarini ham Qirg'izistondan taklif qildilar. Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Navbatdagi YouTube suhbatlarimizni davom ettiramiz. Bugun qo'shni Qirg'iziston Respublikasidan kelib, bizning klinikamizda ikkita kurs davolanib, natijaga erishgan bemorlarimiz bilan jonli suhbat olib boramiz. Ular qalqonsimon bez kasalliklari bilan bizga murojaat qilishgan. Bizni qayerdan nima topdingiz, qayerdan ko'rdingiz, qanaqa shikoyatlar bor edi? Men bir necha yildan beri shu qo'rqoq kasalligi, zo'r kasalligi bilan kasallanib og'riyman. Men sizlarni YouTube'da ko'rdim. Avval sizlarga kelmasligimdan burun o'sha Qirg'izistondagi zo'r bo'yicha kasalliklarga bordim, o'rda davoladim. Ular oxir operatsiya deyishdi. Keyin shu shaharga keldim, yana boshqa klinikalarga uchradim. Ular ham 5-6 oy davolashib, oxiri operatsiya deyishdi. Men unga rozi bo'lmadim. Oxiri sizlarni Injes klinikasini men YouTube'dan ko'rib keldim. Hujayra bo'yicha davolaymiz deganlaring uchun keldim. Mana Xudoyimga shukr. Birinchi kurs olganimda zo'qoqda 3 tasi ketibdi. Kattasi kichayib, ancha yaxshi natijalarni berdi. Men uyda uxlay olmasdan azob ko'p chekar edim. Qiynalganimdan nafas olishim qiyin bo'lib, uxlay olmasdan g'or terga tushib, o'ta azob chekar edim. Men to'g'risini aytsam yig'lab kelganman. Bir martalik kurs deylar, o'ta ham yaxshi natijalarga erishdim. Allohimga shukr, avvalambor Alloh qolaversa. Sizlarga ham katta rahmat. Injes klinikasiga, xodimlariga, hammasiga rahmat. Xususan Dilshod Yo'ldoshevichga ham rahmat. Bizlarimizga shifo topib berganingiz uchun Alloh sizlardan rozi bo'lsin. Rahmat. Bu bemorimiz haqiqatan ko'p joylarda borishgan, davolanishgan. Afsuski, o'sha kutgan natijalarni olmagandan so'ng bizga murojaat qilishgandi. Birinchi kursni o'zidayoq juda ham yaxshi natijaga erishganlar. Shuning uchun o'zlarini opalarini ham Qirg'izistondan taklif qildilar. Bular ham kelganlarida sizda qanaqa shikoyatlar bor edi? Bizni o'sha metodikadan keyin 7-kun, bugun 8-kun bugun qanaqa holat shikoyatlar bilan keldi, siz ham qisqacha aytib bersangiz. Bular hurmatli kuzatuvchilar, opa singillar. Bular singillari birinchi bizga keldilar. Natijani ko'rganlaridan so'ng opalarini ham olib keldilar. Opalarini o'zlaridan ham eshitamiz. Assalomu alaykum. Shu nimaga keldim, Banisaga, Dilshod oldiga to'g'ri olib keldi. Seni mana bu ko'p yillar shu zo'qdan yuragim chatoq bo'lyaptimi dedim. Ko'rishdi. Mana Ramazon oyida ancha ko'pgina chegirmalar qilib berdi. Alloh rozi bo'lsin. Alloh dardimga shu yerda shifo topdi. O'ta ham vrachdan oxirgi xizmat qilayotgan hammasidan Alloh rozi bo'lsin. Juda ham chiroyli qilib qarashdi. Lichenalar, yignalar, mastajlar, hammasini ukollarni, dorilar joyida, damlamalari, o'ta ham ovqatlar ham lichemnik rosa maza qilib tamdoldik. Alloh rozi bo'lsin. O'zim yuragimda gaplarim bor. Alloh saxiy ekan, tilagim Alloh bilib turgan ekan. Mana efirga ham chiqdim, yozib ketaman deyaptim. Juda ham xursandman, juda ham xursand. Alloh shularni shunaqa qo'llasin. Dunyo bo'yicha birinchi bo'lsin Banisasi. Bizga o'xshab qiynalganlar, shu nima bo'lganlarni ham Allohim shu yerga keltirib, so'yinib ketishini Allohdan so'rab qolaman. Hamma shu yerda xizmat qilayotganlarga Alloh rozi bo'lsin. Juda ham xursand bo'lib ketdik. Ko'p joyga borganmiz, biz ham shu dardlar orqasida masjidda shifo topib ketdik. Alloh rozi bo'lsin. Yana bir aytaman, mana ro'za Ramazonda qilgan chegirmalaringizga Alloh o'lgan zafarlar bilan yuragingizni nima yaxshi tilaysiz, ijobat bo'lgan holatda rozi bo'lsin.
Alloh o'zi darajasini ulug' qilsin. Bundan tashqari bizning metodika orqali ko'pchilik bemorlarimiz o'zlaridan ham eshitamiz. Tugunli buqoq bilan yoki boshqa kasalliklar, bronxial astma bilan, allergiya bilan, adenoid bilan, boshqa kasalliklar bilan murojaat qiladi, lekin yondosh kasalliklardan shifo topadi. Chunki bizning metodikamiz o'sha bevosita limfa drenajida limfa suyuqligini tozalaydi. Bu esa o'sha hujayralar aro bo'shliqdan, ya'ni interstitsiyadagi suyuqlikni tozalashga yordam beradi. Shu sababli qalqon sumon bez kasalligidan tashqari yana nima shikoyatlaringiz bor edi? Qanaqa shikoyatlardan yana siz xalos bo'ldingiz, shuni ham aytsangiz? Undan tashqari qo'lim og'rirdi, suvaylari qoqishib og'rirdi, boshim nimasida og'riq bor edi, o'timda, shu bo'ragimda, shu yuragingizda og'riq bor deganingiz. Shu yuragim muzlab qolardi, yo'g'ib qolyapti. Hozir Allohga shukr, shuncha kasallarimni ham shu buqoqqa qo'shib davoladi. Allohga shukr, rahmat, tanjonlari sog' bo'lsin. Bu yerga kelgan odam shifo topib ketar ekan. Haqiqatdan umidimiz o'ta katta. Avvalam Xudo sababchi sizlar, Alloh rozi bo'lsin hammalaringizdan. Chunki biza oldingi videolarda ham aytganmiz, kasalliklarni davolashda bir nechta mutaxassis, endokrinolog, terapevt, igna terapiya qilinadi, massajlar qilinadi, fizioterapiya, psixologik mashqlar, gimnastikalar, limfa drenajini yaxshilaydigan mashqlar qilamiz. Shu sababli organizmni davolashda kompleks yondashamiz. Ya'ni o'sha qalqon sumon bez kasalligi bilan murojaat qilib keldimi, yondosh qon bosimi sekin-sekin umuman ko'tarilmayapti. Yoki allergik kasalliklar, grija bo'lishi mumkin, boshqa kasalliklardan yoki bo'g'imlardagi og'riqlar ham 3 ta 4 ta kurs muolajadan so'ng deyarli yo'qolib ketyapti. Albatta bu bizni davolashda o'zimizga yarasha yutug'imiz desak ham bo'ladi. Katta rahmat sizlarga ham. Bunaqa bemorlarimiz juda ham ko'p. Jumladan qo'shni Qirg'iziston Respublikasidan kelganliklari uchun bularni YouTube nimamizga, suhbatimizga taklif qildik. Keyingi YouTube podkastimizda boshqa natijalar haqida ham bo'lishib boramiz. Sizlarga katta rahmat. Ilohim to'liq tuzalib ketinglar. Biza xalq xizmatida doim ishlaymiz. Alhamdulillah, Alloh o'zi rozi bo'lsin hammalaringdan. Allohim Allohga o'ta behad shukr, shunchalik men kelib bir ko'rinib ketaman deb darajada keldim. Mana ke 8 kun butun lichenalar olib juda ham chiroyli bo'lib ketyapsiz. Alloh rozi bo'lsin sizdan. Qo'shgan qo'shag'ingizdan qo'shaqaring. Martabasi undan ham baland bo'lsin. Sevdarlar, sevfarzand to'ling. Yuragingizda nimaki yaxshilabsiz, Alloh ijobat qilsin. Shu yerda bari xizmat qilayotgan qizlar, bolalarni ham anjoni sog'lin, to'lka topgan yaxshilarga ber. Shu yerga kelganlar bari so'yinib ketishini Allohdan so'rab qolamiz. Bizga o'xshab. Rahmat. Hurmatli kuzatuvchilar, mana real natijalarimizni jonli ko'rdingizlar. Agar sizlarda ham yoki yaqinlaringizda ham qalqon sumon bez kasalliklari bo'lsa, tugunlar bo'lsa va uzoq yillardan buyon kerakli natijalar ola olmayotgan bo'lsangiz, bizning Inject Medical ko'p tarmoqli klinikamizga murojaat qilinglar. Biz sizga yordam beramiz. Operatsiyasiz, xavfsiz usulda davolaymiz, Xudo xolasa. Biz haqimizda to'liq ma'lumot olmoqchi bo'lsalaringiz, pastdagi telefon raqamlari orqali qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Biz sizga yanada batafsil manzil haqida, davolash metodikamiz haqida ma'lumot beramiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha salomat bo'ling.